Assalamualaikum kanalımı ko'ruvchilar. Mana bugun 5-aprel. Yo'ng gulimizni mana chavib tegini bo'shatib, bunga oziqa beramiz. Mana o'tlarini sal o'tib oldik buni. Kecha yomg'ir yoqqan. Gullarimiz sirazi ko'tarildi. Bularni yaxshilab yarmini bo'shatib yanıdağlarını otunu qo'ldab tashlaymiz. Yanıdağlarını ham sal qo'lda chiqizib mana avaramiz, ketmon sig'maydi bu yoqqa. Urib maydalab ortadagi otlarını qo'lda olamiz mana. Sindirib olmasdan. Keçəgəndə videoda bitta akami, ukami bilmədim. Mənə apa singil bo'ladimi bilmədim endi. Güllərə azot bo'lmaydi debdi. Mana bo'lmasligiga mana yana bitta primer qilib beraman. Men ko'chadagi hamma gulimga azot beraman. Ammiachniy azotmi, selitra hamma har xil yetadi. Men shuni hamma gullarni tagiga solaman. Men shuni yana ochilib ubib bo'lganlarni ham ko'rsataman. Qanday turadi? Men azot bersa o'lib qoladi deyapti. Azot berganda o'lib qolmaydi. Naborot barglarini yaxshilab o'stiradi bu. Barglari to'q yashil rangga kiradi. Hammasini mana shunday qilib chavib olamiz. Oxirigacha. Endi mana chapqan joyimizga, piyonimizning chet-chetlariga, har bir kuchli tagiga mana shunday sepib chiqaman mana. Mana har birini tagiga qanday sepayotganimni, qancha sepayotganimni ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'p sepyapsiz, u bu deysizlar. Men har doim mana shunday sepaman mana. Hech qanaqasiga gulim kuymaydi ham, hech nima qilmaydi. Qaytaga zo'r bo'lib o'sadi. Gulni tagiga tushirib qo'ymayapman mana yan-yanlariga. Endi bu dorini men hozirgi chapqan nimalarimni bunday ko'mib chiqaman. Silqog'anda ham mana tagiga singa qoladi. Dorilarim ochilib qolmayapti. Gullarni ko'milib ketmaydigan qilib mana sal dori ko'miladigan qilib mana sartyapman. Shunda dorisi bekarga ketib qolmaydi, o'zini tagiga singadi mana. Mana o'rtasi sal mana anaqa ochiq qolyapti hozir. Ko'rasizlar, qanday qilaman. Bunday qilib mana oxirigacha hozir bularni ko'rib olaman. Bu gullarga o'zingiz qaraysizmi, ili odam yollaysizmi deyishgan ekan. Bu gullarga o'g'lim bilan o'zim qarayman. Mana hech kim yollamaymiz. O'zimiz qaraymiz bu gullarga. Keyingi safargilarida buni arig'iga qo'yib beraman suvni. Hozirgisida qanday qo'yishni ko'rsataman sizlarga. Şunkaylarını ko'mib qo'ymaymiz. Asta akkuratni.
Mana şu ortasıga atermen mana kömüp ketmedim dikkat kılıp. Üstüden sindirip este su koyuyoruz şunda. Taşıp gitmeydiyen kılıp. Darısı şunda özüge sinetse şunda mana. Bunga endi mana shundoq baharda bir marta mana shundoq azot berasizlar, bo'ldi. Shun bilan zo'r gurkirab o'zi o'sib oladi. Keyingisida tegini sergiganiga qarab o'zinglar vodoproddanmi, quduqdanmi, bizada quduqda suv, quduqdan suv qo'yaveramiz bizlar mana. Mana shunaqa qilib mana oxirigacha bariga quyib olamiz. Bugunlari mali gulga kirganda yana hammasini mana shuni ko'rsataman sizlarga. Azotda ölüp qolmadim için ko'rsataman mana. Azotni qandoq sepdim ko'rdinglar ya. Endi qolganini ham shundoq ko'rsataman oxirigacha. Yana video obzorlar qilib beraman. Mana. Üstüge iki qayta shunaqadan quyib chiqaman bu suvni. Ne desanglar azotlari, yallari da hammasi singishi kerak. Hammasini oxirigacha mana shunaqa qilib quyib chiqib qolamiz. Darimiz bekor ketmaydi. Boshqa yerga ketib qolmaydi. Dari o'ziga mana ustiga quyiladi. Ikki qaytadan mana shunaqa qilib men quyib chiqaman mana. Stolma yonida tuproqlari ham bari ho'l bo'lishi kerak. Ho'l bo'lsa shunda yaxshilab zaqlab bayog'i darimiz joy-joyiga singadi. Mana. Yana quyib boraman. Ikki qaytadan shunaqa mana zaqlayapti o'zi suvlari, mana bayog'i quyib ketganlarim. Mana shunaqa qilib mana quyib chiqamiz hammasiga. Hammanglarga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar. Meni kuzatib boringlar, mana ko'rasizlar, qanaqa nima bo'layotganlarni ko'rsatib berib turaman hammasini. Hammanglar sog' omon bo'linglar.